Hurmatli muxlis, bugun ayrim insonlar ruhiyatida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan sharpali sinovlar haqida so'zlashamiz. Insoniyatning hayotiy sinovlari insonning 5 tana a'zolariga keladi va ta'sir etadi. Ulardan biri ko'zga keluvchilardir. Ular odamlar yoki odamchalar, ba'zan yuzi ko'rinmas uzun bo'yli sharpalar holida, gohida hayvonlar sifatida qora sharpalar bo'lib ko'rinishi mumkin. Hurmatli aziz inson, kanalimizga obuna bo'ling. Hali hech qayerda yozilmagan, hech kimdan eshitmagan, hech bir ilmiy tadqiqotlar isbotlanmagan, lekin insoniyat ruhiyatida sodir bo'lib kelayotgan ruhiy holatlardan ogoh bo'ling.